Nima uchun Xudo azob-uqubatlarga yo'l qo'yadi? Buning biz ko'pincha ko'rmaydigan bitta sababi bor. Biz azob-uqubatlarni boshdan kechirayotganimizda bir-birimiz uchun ibodat qilamiz, yordam beramiz va Xudoga ishonishni o'rganamiz. Oxir-oqibat hamma narsa yaxshilikka xizmat qiladi. Havoriy Pavlus Xudo bizni Masih bilan birlik orqali mustahkamlashi haqida yozadi. Masih bizni moylab, o'z muhri bilan belgilagan va qalblarimizga muqaddas ruhni yuborgan. Muqaddas ruh gunohlarimizni fosh etganida biz ularni tan olamiz va Masihni bizni tiklaydigan najotkor sifatida qabul qilamiz. Xudo har bir iymonliga muqaddas ruhni bergan, toki shu orqali bu odam Xudoga tegishli ekanligini ko'rsatish uchun. Bu ruh doim biz bilan birga bo'ladi. Bizni hech kim Xudodan ajrata olmaydi. Biz boshqa yo'l bilan ketishni boshlasak ham, Xudo bizni topib, o'z huzuriga qaytaradi.